Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Keyin ko'rib chiqamiz, birinchi jinoyat, ya'ni birinchi kasallikning boshlanishi qayerdan kelib chiqdi, o'rganib chiqaylik. Buning uchun tarixga murojaat qilamiz. Otamiz Odam jannatda osoyishta momo Havo bilan yashar edi. Blogerlarning ustozi ilmli shayton keldida ularni ovrab, taqiqlangan mevani yegizdirdi. Oqibatda undan ust-boshi va barcha narsalar yuz o'girib qochdida. Jannatiylar jannatda yegan narsasi ter bo'lib chiqardi, lekin axlat chiqarmas edi. Odam taqiqlangan mevani yegandan so'ng u yer yuziga tushirildi. Jazo sifatida tushirilgan bo'lsa, yer yuzida qotillik, jinoyat, razolat va barcha yomonliklar yer yuzida ko'pirib yotibdi. O'shunday bo'lsa, birinchi kasallik nimadan kelib chiqdi? Jinoyat yeyishdan kelib chiqdi. Doktorlar, tabiblar, imomlar, olimlar yema deyapti. Barcha odamlar yeyapti. Oqibatda kasalliklarga mubtalo bo'lyapti-da va nimaga ehtiyoj ko'p bo'lsa, o'sha narsa ko'payadi. Biz yoshligimizda tabiblar bo'lgan, lekin bu darajada ko'payib bemazalashib ketmagan. Oldin mana sanoqli hofizlar bo'lsa, Sherali Jo'rayev, Ortiq Otajonov boshqalar bo'lsa, ular qo'l bilan sanoqli edi. Lekin hozirgidaqa o'ta ham ko'p sifatsiz, saviyasiz, ma'nosiz emas edi. Xuddi shunday tibbiyot sohasida ham hech nimani bilmaydigan, bunga daxli yo'q odamlar o'ta ham ko'payib ketib, sahnani to'ldirib yubordi. Duradgor ham chiqib tibbiyot to'g'risida gapiryapti, boshqasi ham gapiryapti. O'ng qo'li bilan chap qo'lini farqiga bormayapti. Berilayotganda ham o'ta ham sayoz fikr berilyapti. Buni isboti mana Hilba degan narsa. Men Moskvada ishlatardim. Bekka yaqinda kirib keldi. Buni homilador ayolga bersa, tug'ishdan oldin eson-omon quturib oladi, sutini ko'paytiradi, ko'p kasalliklarning oldini oladi. Sahriga foyda. Klik mix yoshdagi ayollarga foyda. Lekin buni protivopokazaniya, nojo'ya ta'siri bor. Qanday desiz? Buni homilador ayolga vaqtdan oldin bersa, homilani tushirib yuboradi. Reklama qilayotgan ko'p odamlarimiz shunisini aytmayapti. Foydali tomonini aytib turib, kerak joyini aytmayapti. Bizni qiziqtirayotgan joyi ashetada. Demak, buni rosa ko'pchilik reklama qilyapti. Bu Hilba o'ta ham arzon narsa. Bu zo'r. Erkak kishi 1 oy ichib, 1 oydan keyin to'xtatish kerak, bo'lmasam dumbasa boradi. Sellulit kelib chiqadi. Bu sovuqlik bo'lib turib, bunga ozgina novvot qo'shib ichish kerak, bo'lmasam davleniyani tushirib yuboradi. Bu bir. Ikkinchisi, har qanday odam agar mana iPhone 17 chiqdi, albatta originalini olishga harakat qiladi va tekshirib oladi. Demak, odam bolasi yerga tushdi, turli tuman jinoyatlar, qotilliklar boshlandi. Bu odamlar kimga murojaat qildi desiz, Alloh nima qildi? Ularga payg'ambarlarni, boshqalarni jo'natdi va ularni tartib qoidaga soldi. O'shunday bo'lar ekan, odamlar asliga, originalga qaytmas ekan, kasal bo'laveradi. Sizlarga nimani tavsiya qilmoqchiman desiz, tibbi nabaviyya degan narsa bor, ya'ni payg'ambar alayhisalom tibbiyot. Ya'ni o'sha payg'ambar alayhisalom buyurgandek hayot kechirsak, taqiqlangan narsalarni yemaslik, kattalarga bo'lgan hurmat, kichkinalarga bo'lgan izzatlar, tartiblar, qonun qoidalarga rioya qilinsa, odamlar kasal bo'lmaydi. Odamlar kasal bo'lishining sababi kattalarga hurmat yo'q, ustozlarga hurmat yo'q. Bilmaydiganlar to'rida, biladiganlar pastda. Bu bir. Taqiqlangan narsalarni to'xtamay yeyapsizlar. Oqibatda kim aybdor? Doktor bilan tabib aybdor, sizlar oppoqsizlar. Bekorlarni 5 tasini aytibsizlar. Bir qo'lda chappa-chop bo'lmaydi o'rtoqlar. Bunday bo'lsa bo'ladi. Demak, sizlar kasal bo'lyapsizlarmi? Tabiblar sizlarni aldayaptimi yo? Nimalar? Doktorlar. Ajab bo'lsin, battar bo'linglar. Sizlar yeyapsizlar, ular sizlarni boplayapti. Sizlar yemanglar, ular och qolsin. Mana men taklifim. Sizlar taqiqlangan narsalarni yemanglar, o'sha bechora doktorlar, tabiblar och qolib o'lib ketsa ham mayli, men roziman. Oldin sizlardan bo'lsin. Sizlar o'zlaring taqiqlangan narsalarni yeyapsizlar. Oqibatda kasal bo'lyapsizlar va dardlaringga davo topa olmayapsizlar. Ayb sizlarda, ularda emas. Ular sizlarga taklif qilyapti xolos, sizlar laqqa tushib olyapsizlar. Ayb kimda? Demak, originalga qaytadigan bo'lsak,
tibbiy savodxonlikni tiklashimiz kerak. To'g'ri ovqatlanishimiz kerak. Nimaga soyuz mahalda to'g'ri ovqatlanish, semirib ketishlik, ozib ketishlik to'g'risida muammo bo'lmagan desalaring, soyuz mahalda barcha yemishni, oziq-ovqatni davlat o'zi tasarrufida chiqarar edi. Kichik korxonalar, mayda-chuyda korxonalar yo'q edi. Davlat tasarrufida edi. Shuning uchun oziq-ovqat xavfsizligi nima deydi? Endi mana erkinlik, erkinlik keldida ayrim soxta yoki nafsining ko'yiga kirgan odamlar mahsulotni arzon qilishlik uchun nima qilyapti? Turli-tuman narsalarni qo'shib yuboryapti. Shuning uchun doktorlar, imomlar, tabiblar yema deyapti. Sizlar yeyapsizlar, oqibatda kasal bo'lyapsizlar. Demak, Qur'on va sunnatga muvofiq, ya'ni ota-bobomiz qilib kelgan narsaga qaytmas ekanmiz, birovlarning etagini ushlab yursak, bo'laveramiz. Hammasi chiqib aytyapti, qurtni tushiradigan dori bor deyapti. Bu firibgarlik. Noto'g'ri fikr. Qurtni tushirish kerak emas. Qurtni yashash muhitini yo'q qilsa, qurt o'zi yo'qolib ketadi. Bunga bizda 100% tabiiy dori bor. U duduqlikda, yosh bolalarda pishiqligini, injiqligini, go'sht yemasligini, bo'yi o'smasligini va qurtini hammasini bitta qilib yo'qotadigan oddiy tabiiy dorilar bor. Biz sizlarga tavsiya qilyapmiz, lekin sizlar chet elda xo'rasqanti yaxshi deb o'shanga intilib yotibsizlar. Demak, shu jamiki muammoni original asliga qaytarsak, ya'ni to'g'ri yechim qilsak, jasadda 12 ta a'zo bor. Bularni hammasi bir-biriga bog'lagan holatda davolasak, bunday bo'ladi, har qanday kasallikni yengimiz. Bunday bo'lsa, har bittasini bittadan sindirib pachaq qiladi. Meni xolis maslahatim, demak, YouTube'da xolasalar, YouTube'da jonli efir prямой bo'ladi. Unda xat yozish kerak ekan. Telegramda bo'lsa, hamma savolini jonli, ya'ni mikrofon orqali berishga muvaffaq bo'lar ekan. Shuning uchun Telegram qulayroq bo'lyapti. Telegramga misol uchun yozib turib 7:30dami, 7dami boshlansa, 7da boshlansa tuzukroq bo'ladi. Bemalol barcha savollaringizga javob berishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.